Sen ota-onangga baqirasan, lekin begonalar bilan yoqimli gaplashasan. Hamkasblaring bilan sabrlisan, lekin oilang bilan jahling chiqadi. Nima uchun senga eng yaqin bo'lgan odamlarga qo'pol bo'lishingning 3 ta sababi bor. Uchinchisini eshitganingda har bir janjalni boshqacha ko'rasan. Birinchisi emotsional xavfsizlik testi. Miyang bu odamlar seni tark etmasligini biladi, shuning uchun niqobni yechadi. Begonalarda esa miyaning oldi qismi doim hushyor turadi, har bir so'zni filtrlaydi. Yaqinlaringda esa u bo'shashadi. Natijada sening asl hissiy holating oqib chiqadi. Bu yomon narsa emas, bu shunchaki xuddi o'zing. Ikkinchisi yaqinlikdagi tirnalishlarning yig'ilishi. Har kuni bir odam bilan yashasang, har bir mayda bezovtalik miyada to'planadi. Bularni miyangdagi hissiyot markazi saqlab boradi. Shuning uchun ham yaqin odaming chaynalayotganda jahl qilasan, begonalarda esa yo'q. Sababi miyangda minglab chaynash lahzalari ustma-ust yig'ilib kelgan. Ammo uchinchi sabab hammasini o'zgartiradi. Sen asosan o'zingning nerv tizimingni ular orqali boshqaryapsan. Stress, tashvish yoki bosim paytida miya energiyani chiqarish uchun mojaroni ishlatadi. Xavfsiz odamlar bilan urushish ichingdagi tartibsizlikni ushlab turishdan ko'ra osonroq. Demak, sen ularga emas, o'zingdagi og'riqqa baqirayotgan ekansan. Ularni faqat hissiy chaqmoq tayoqchasi sifatida ishlatyapsan xolos. Shuning uchun yarashishdan keyin yaqinlik kuchayadi. Endi o'ylab ko'r. Bu kabi janjallar boshlanishidan oldin bir daqiqa o'yla. Chunki asl jahlingning sababi ular bo'lmasligi mumkin. Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, kommentariyada bitta 100 raqam emojisini qoldirib keting va Luminex kanaliga obuna bo'ling.